Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich 2018-yil Andijon viloyat Baliqchi tuman Chinobod qishloq Bog'iyram ko'chasida bizga 16 ta aholi oilaga yangi 2 qavatli uylar qurib berishdi. Andijon viloyat va Baliqchi tuman hokimlari tabiiy gaz yetarli emas deb bizni aldab, gaz turbalarini uzdirib tashlab, noqonuniy gaz ballonlariga o'tkazib qo'yishdi. Mahallani odamlari gaz turbalarini qirqib va uzib, turbalarni ichiga ko'rpa va to'shaklarni tiqib, Chinobod qishloq markaziga keladigan tabiiy gazni berkitib qo'yishyapti. Agar o'g'irlik bo'lmasa, tabiiy gaz hammaga yetadi. Assalomu alaykum. Tanidingizmi Ulug'bek? Nomerni o'chirib oldi bo'lyapman men. Nimaga? Haligi buni 15 kundan keyin o'zi qish keladi, yomg'ir, shamol, sovuq. Sen tabiiy gazdan harakat qilmasam bo'lmaydi, domga tushirgan. Men hozir onalar bilan gaplashdim, gazchilar bilan. Gazchilar aytibdi. Gazchilar oldab gapirib oldayapti, gaz yetarli emas deyapti. Qayerga yetarli bo'lmaydi dedim. Men uni mahallalar hammasi qishda ham, yozda ham yoqyapti, tabiiy gaz dedim. Haligi nimalarda, motorlarda ham ulab qishda yoqyapti dedim. Nimaga gaz, tabiiy gaz yetarli bo'lmaydi dedim. O'zbekistonda dedim gaz yetarli, agar o'g'irlik bo'lmasa, hammaga yetadi tabiiy gaz dedim, to'g'rimi? Mana haligi nimani eslatib chiqarib qo'ydim. Shuni bitta ariza yozaman Toshkentga, prezident nomiga. Qaysi mahallada uni turbani qirqib, ko'rpa do'shaklar tiqib qo'ygandi. Sho'r mahallasida. Sho'r mahalla. Qash payti Abdurahmon ishlovdi mana shu gazir boshlig'i. Abdurahmon to'g'ri. Mana shu hozir Bek bor, injener Bek. Bekjon. Az boshliq bo'lib qoldi hozir. Qo'shib ketdi bosh. Bek. Ana shular qilganda. Nimani qilgan? To'skanda yozdi. Ona Bekjoni? Shular qilganda. Bekjon keyin kelgan shekilli boshqa bo'lib. Injener Tomday ular. Injener edi. Haligi nimani gazni boshlig'ini yordamchi injenermidi u? Yigitlar edi. Ana shu. Alo, assalomu alaykum hoji aka. Va alaykum assalom. Men Komil aka, Kos. Komil aka. Haligi Rustamjon rais mahalla bo'lib yurgan davrda, ona qishda esida bormi? Hali Qumtevadami, qayerda gaz turbani arillab uzib, ichi ko'rpada o'shatib qo'ygan bir voqea bo'ldi. Nechinchi yil bo'lgan shu? Hozir 26mi? 10 yil bo'ldi aka. Ya, bu Rustam rais chiqib ketganiga 2 yil oldi-yu. Rustam 5 yil raislik qildi. Ya, uncha 10 yil bo'lmadi. Biz o'zi 7 yil. 22 yillar bo'lgan bo'lsa kerak. 22 yillar. Biz mana bu yangi uyga ko'chib kirganimizga 2019-yili yashash boshlaganmiz. 2019-yili o'zi boshlaganmiz yashashni yangi uyda. Unda 10 yil bo'lgan bo'lsa, demak eski uyda bo'lgan voqea bo'lib ketadi-da. 22 yil bo'lgan ekan. 22 bo'lsa unda to'g'ri keladi. 22-yil qaysi mahalla edi u? Sho'r mahallada. Sho'r mahalla. O'sha haliga ko'rpa to'shak tiqib, shu Rustam o'zi keyin. Shu o'tda. Men borganimda Rustam shu rais ko'rsatdi, videoga olib turib, mana nimalarni oldik, ko'rpa to'shaklarni sug'urib oldi degan. To'g'ri, videolarga ham olingan edi u. Hali internetga ham chiqib ketdi deb turadi. Men keyin ko'rsam, haqiqatdan videoga olib internetga ham chiqarib olgan ekan uni. Qishda biz uylarimizni isitish uchun ko'mir va o'tin yoqamiz. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lganiga 35 yil bo'ldi. Tabiiy gazni ulab berish uchun yana 35 yil kutaylikmi?
uzoq qishloqlarni obod qilish uchun yuborgan 30 trillion so'm, 31,5 trillion so'm, 20 trillion so'm, yana 1,5 trillion so'm pulga imzo qo'yilgan byudjet pullaringiz qani? Zamonaviy rais eng kamida har bir mahallada kamida 20 tadan xizmat usullar, xizmat sohasida o'zini mahallasini rivojlantirish kerak. Kutib o'tirish kerak emas, qo'lida imkoniyati bor, qo'lida puli bor, sharoiti bor, hokim yordamchisi bor, yoshlar vakili bor, ayollar faollari bor, uchastkovoylar bor, odamlar ham anoyi emas. Endi u mahalla raisidan talab qiladi, "Ey, meni hayotimni yaxshila, meni guzarimni yaxshila, meni yo'limni to'g'irla, suvimni to'g'irla, ish joy ber" deydi. Odamlar albatta qiynalganini men o'zim sezaman. Lekin shu vaqtgacha bizda bundaqa tizim yo'q edi. Agar xizmatlarni 20 tadan har bir mahallada qilsak, tasavvur qilgan qanday o'zgarish bo'ladi? Qani byudjetni pul? Hamma kishiga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rxona to'letashib yuqurasan, ham 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikdan olasan. San insofli bo'lgin. O'g'ri bo'l, insofli bo'lsan. Xalqning ovozini eshitmadik. Eshitmadik. Erkinlik nafasi yo'qadimi? Menga yo'qadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, "Yo'q qo'y" deydi. Yo'q, yo'qlayman. Yana oldingida prokuror, SMB tekshiruvchi bo'laversinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bilib, nur ustida nur gapirsin, adolatli gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustida nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirganini vaqtim boricha 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Qachongacha fuqarolarni adolat izlab prezident devoniga borishga majbur qilasizlar? Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi va qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan sud organlari xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishga qadar keskin choralar qo'llash masalasi qo'yiladi. Gaz ballonlar xavfli holatda o'rnatilgan. Xudo saqlasin, agar bolalar gugurt chaqib o'ynasa, gaz ballonlar portlab ketadi va uylarimiz yonib ketishi mumkin. Mana o'ta xavfli holatda o'rnatilgan gaz ballonlar. Xudo saqlasin, agar bolalar gugur chaqib o'ynasa, gaz ballonlar portlab ketadi va yangi uylarimiz yonib ketadi. O'ta xavfli holatda o'rnatilgan gaz ballonlar, noqonuniy holatda. Mana noqonuniy o'rnatilgan gaz ballonlar. Mana shu uyimizni oldi tomoni mana gaz turbalar yo'q. Qishda ko'mir, o'tin yoqamiz. Duvorlarim qorayib ketgan mana. Hech qanaqa tabiiy gaz turbalari yo'q. Andijon viloyat Baliq tuman hokimlari uzdirib tashlagan gaz ballonlar, gaz turbalarini. Mana tabiiy gaz turbalari yo'q. Qishda ko'mir, o'tin yoqamiz uylarimizni isitishga. Endi hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, sizning
nomingizga Andijon viloyat va Baliqchi tuman hokimlarini ustidan, shuningdek Baliqchi tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i telefon 90lik 170 00 02 raqam egasi Bekjonni ustidan shikoyat ariza yozamiz.